Bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Hayotlaringda sizlarga muvaffaqiyat, omad tilaymiz. Sizlarni Bugun yana bitta hayajonli kun. Barchamiz uchun yana bir safdagi qaldirg'ochlarimiz bugun maktabimizni tark etish arafasida turishibdi. Barchalariga ishonaman, eng avval ishonaman. Har birlari hayotda o'zini o'rniga ega bo'ladigan shaxs bo'lib yetishlariga men ishonaman. Ixtisoslashgan maktab direktori Sarnozxon, sizga Zumradxon va barcha ustozlarga, Xumoraxon, hamma ustozlarga boshimiz yerga yetguncha ta'zim qilamiz. Katta rahmat. Ilohim sog' bo'linglar. Farzandlarimiz sizlarning ishonchlaringizni albatta oqlashsin. Oyni mo'ljallab yulduzga erishishimizga ishonch bildirgan. Bu borada biz uchun yo'lchi yulduz, ta'lim va tarbiya olamining lider ustozi Rasulova Sarnozxon Rahmatjon qizi, sizga ta'zimdamiz. Ona tilimizning har bir so'zini, har bir ohangini qalbimizga mehr bilan singdirgan. Bizni nafaqat bilimli, balki insoniy fazilatlar bilan boyitgan muallima Nilufar Rahimova, sizga ta'zimdamiz. Dear Humora Qizildiyeva, learning English with you has been a great blessing and opportunity for me. You have been not only a teacher, but also a guide and leader. Thank you for everything. Уважаемый Алишер Максударьевич, спасибо за вашу мудрость и преданность своему делу. Вы садовник русского языка, а мы ростки, выросшие благодаря вашему труду. Мы благодарим вас. Mehrni jiddiylik ortiga jo qilgan, hazil aralash fikrlari bilan yuragimizgacha yetib boradigan qat'iyatli ustoz Mahbubaxon Nurmatova, sizga ta'zim. Muhabbatingiz va bergan har bir maslahatingiz biz qadrdon o'quvchilaringiz uchun juda hurmatli. Nigora To'rayeva, sizga ta'zimdamiz. Fidoyligingiz, sabr toqatingiz tufayli biz nafaqat bilim, balki hayot saboqlarini ham o'rgandik. Sizning rahbarligingizda biz jamoa bo'lib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab yutuqlarga erishdik. Biz uchun doimo qadrli Zumradxon Azimjonovna, sizga ta'zimdamiz. Bizlarni chinakam kamolot tomon yetaklagan Mukarram Zokirova, sizga ta'zimdamiz. Qasamyodini o'z burchi deb bilishlari esa yuraklarni junbushi keltiradi.
Farg'ona tumani ixtisoslashtirilgan maktab bitiruvchilari buyuk ajdodimiz Sohibqiron Amir Temurdek jasoratli bo'lishga, jadid bobolarimizdek fidoyi bo'lishga qasamyod qilamiz. ulardan meros bo'lib qolgan halollik va ona vatanga sadoqatni shior qilib olgan holda bor bilim va matonatimizni, kuch va g'ayratimizni yangi O'zbekiston yo'lida safarbar etishga, iymon e'tiqodimizdan tolmay, sog'lom fikrli, yuksak ma'naviyatli, vatanparvar mutaxassislar bo'lishga Qasamyod qilamiz. O'zbekiston taraqqiyotini yanada rivojlantirishga, 3-Renessans poydevorini qurishda o'z hissamizni qo'shishga, Prezidentimizning, xalqimizning, ota-onamizning hamda ustozlarimizning bizga bildirgan ishonchini oqlashga Qasamyod qilamiz, qasamyod qilamiz, qasamyod qilamiz. Hurmatli Ahmedova Xushnida opani taqdirlaymiz. Bular Modinova Ruxshonaxonni onalari. Ruxshonaxon eng yuqori bandiga 3 ta sertifikat egalari. Diyarli talabalar. Albatta, ishonaman. Har bir qalblardagi, bu beg'ubor ko'ngillardagi niyatlar amalga oshishini ishonaman. Faqat biz ota-onalar bilan birgalikda yonlarida har doim bularga Muhammadjon va 5-asr o'quvchisi Solijon va Yoraxonlarni taklif etamiz.